maxsus professionallikka qadam dasturini yaratganmiz. Xo'sh, bu kimlar uchun? Bu tez pul qilishni emas, katta pulga chiqishni xohlaydiganlar uchun. Yani tez foyda qilaman degan odam yo'q, kechirib qo'yasiz. Boya aytdim-ku, akulalar ichida omon qolsangizgina katta natijaga erishasiz. Dubayga kelib urinish emas, joylashishni istaganlar uchun, shunchaki harakat qilaman degan odam uchun emas bu narsa. Ya'ni konkret o'sha yerda ildiz otaman degan odam uchun aynan mana shu dasturimiz xudo xolasa to'g'ri keladi. Va bundan tashqari high ticket deganni nimani tushunasizlar? High ticket. Bitim. İngiliz tilini Abdullah bilasizku siz. High ticket nima? High ticket bitim. High ticket это bilet. Ya to'g'ri, bilet, lekin bu umuman boshqa ma'noda keladi. High ticket bitim degani qimmat сделка degani. High ticket product degan narsa borda ingliz tilida. Ya'ni shunaqa agentlar bor Dubayda, o'zbek bolalarni bilaman, milliondan kamiga ishlamaydi. Uyamoqchiman, necha pullik? $600,000. Aka shogirdlarim bor, xudo xolasa siz bilan ishlaydi, yo'naltirib qo'yaman deydi. Yo'q demaydi. O'zi ishlamaydi. Misol uchun milliondan kamiga, chunki ular high ticket, faqat yuqori milliondan baland сделкаларni yopadi. Sabab bundan kamiga vaqtini qizg'onadi. Tushunyapsizlar a? Aynan kelajakda siz to'g'ri birdaniga high ticketga o'tib keta olmaysiz, lekin bu degani sekin-sekin o'shanga Dubayni borasiz, ko'rasiz, u yerdagi proyektlarni, narx-navoni ko'rasiz, o'sha ishtahangiz ochiladi-da. Tushunyapsan? Chunki men ham 960 minglik сделка qilish bir paytlar hech qachon tushimga kirmagan men ham misol uchun. Xo'sh, demak bu ta'lim emas o'rtoqlar, bu shunchaki ta'lim emas. Bu sizni xudo xolasa Dubayda hayotingizni boshlanishi bo'ladi. Boshlanishi bo'ladi va siz nafaqat o'qiysiz, balki shaxsan men bilan birgalikda Dubayning eng hashamatli obyektlarida yurasiz va yuqori darajadagi networking qilasiz. Shaxsan men o'zim xudo xolasa mart oyini boshlarida Dubayga qaytaman. Va u yerda demak o'zimiz bilan birgalikda demak shogirdlarimizni tayyorlaymiz va har kuni ular bilan birgalikda ishlayman, quruvchi kompaniyalarning ofislariga boramiz, yaqindan proyektlarni tanishamiz. Xo'sh, demak bu VIP paket sifatida buni taklif qilyapmiz, faqatgina niyati jiddiy bo'lganlar uchun. Demak Dubayda 1 oylik o'quv va amaliyot bo'ladi. Ya'ni siz Dubay muhitiga to'liq sho'ng'iysiz yerda. To'liq Dubay muhitiga sho'ng'iysiz. Bundan tashqari haqiqiy real time obyektlar, ya'ni o'sha obyektlarni, top quruvchilarni showroomlariga shaxsan men bilan birgalikda borasiz va sotuv jarayonida qatnashasiz. Bu videolarda klientlar bilan showroomlarda ko'rdik-ku. Misol uchun aynan men kabi ustozingiz bo'lsa, siz vaqtingiz tejaladi va reja bilan yurasiz. Qisqa vaqtda ko'p natija o'rgana olasiz. O'zingiz yursangiz dovdirab yurasiz. Qayerga nima xullasda, misol plyus ketadi, vaqtingiz ketadi va hokazo. Tanish bilish ham orttirishingiz oson, tez bo'ladi. Chunki meni shogirdim desam, misol shunga qarab muomala qiladi. Xo'sh, bundan tashqari networking dinner, ya'ni Dubayda boya aytdim-ku, ovqati bormikan dedim-ku. Ya'ni endi buni haqiqiy o'sha kuchli ildiz otgan ustozingizdan ular bilan birgalikda borib, shaxsan men bilan birgalikda borib, demak, eng nufuzli investor hamda realtorlar bilan yopiq kechki ovqat, ya'ni o'sha tadbirlar bo'ladi, zapusklar bo'ladi, katta tadbirlar bo'ladi. O'sha yerlarda tanishlar orttirishingiz mumkin. Va bundan tashqari eng katta afzallik biz beramizki, kafolatlangan ish beramiz. Ya'ni xudo xolasa bizni sinovimizdan o'tgan, ishonchimizni oqlagan o'sha bizni shogirdlarimizni o'zimiz ishga olamiz. Ya'ni Dubaydagi yetakchi agentliklar yoki shaxsan bizni o'zimizni jamoamizga olamiz. Agar misol uchun bizni talablarimizni bajara olmasangiz, biz sizga boshqa kompaniyalarga ham yo'naltiramiz misol uchun. Lekin avvalambor eng yaxshi sara kadrlar, shogirdlarni o'zimiz olamiz. Nimaga yo'q deymiz? Chunki tayyor bizada daromad keltiradigan agent turgan payt misol uchun o'zimiz ishga olamiz. Xo'sh, shuningdek, bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda Dubaydagi faoliyatingizga doir shaxsiy brendingizni kuchaytirishga yordam beramiz. Boyagi ko'pchilikning eng nozik narsasi ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik uyaladi chiqishga. Zaif tomoni shu. Va shaxsan meni o'zim ijtimoiy tarmoqlarda faolman, shaxsiy brendim kuchli va professional jurnalistman o'zim. Men jurnalistika bo'yicha o'qiganman va siz men bilan birgalikda kontent qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ya'ni o'sha Dubayda quruvchi kompaniyalar ofisiga boramiz, proyektlar bilan tanishamiz, o'sha yerda birgalikda kontent qilamiz. Shaxsiy brendingizni noldan ko'tarishga yordam beraman. Ya'ni siz boshida 0, ya'ni 0 auditoriya bilan boshlaysiz, lekin men sizga yordam beraman birgalikda kontent qilish
qilishimiz orqali, kollaboratsiya qilishimiz orqali meni obunachilarim ham sizni ko'rib kuzata boshlaydi. Ya'ni men qo'ygan videolar ikkalamiz misol uchun kontent qiladigan bo'lsak, sizning auditoriyangiz ham o'sib boradi tezlikda. Men sizga shunaqa imkoniyat beraman va bunaqa imkoniyatni har kim ham bera olmaydi. Chunki o'zida yo'q narsani qanday beradi ijtimoiy tarmoq bo'lmasa. Va bundan tashqari o'sha quruvchi kompaniyalarning sales menejerlari bilan munosabat o'rnatish va ularni jonli yuzma-yuz briefing olish. Ya'ni o'sha yuzma-yuz borib ko'rib, proyekt ustida ulardan briefinglar olamiz. Proyekt haqida, misol uchun, to'liq batafsil ma'lumotlar berishadi bizga proyektlar haqida. Hammasini noldan o'rgatishadi. Ya'ni o'shani unique selling pointlarini, ya'ni o'shani unikalli tomonlarini tushuntirishadi proyektni. Xo'sh, endi bu kursimiz narxi $2999 bo'ladi va bu bir martalik to'lov bo'ladi o'rtoqlar. Bir martalik to'lov. Va bu labay. Marketingga o'xshaydi. Ha. Ya, davomini eshiting. Bir oy o'quv va amaliyot, Dubayga kelish aviachiptasi ham qoplanadi. Ya'ni Dubayga kelishingiz bu $150 hisobladik, u bizning hisobimizdan bo'ladi. Xo'sh, davomiyligi har kuni bo'ladi. Har kuni kun davomida bo'ladi. Ya'ni bir oy, faqat dam olish kunlarini hisobga olmaganda, har kuni, demak, shaxsan men o'zim bilan, jamoamiz bilan birga yurishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, davomini eshiting hali. Telegramda yopiq community uchun doimiy bepul a'zolik bo'ladi. Telegram kanalimiz bo'ladi, maxsus guruhimiz. U yerda doimiy ma'lumotlar berib boriladi. Shaxsan men o'zimning insightlarim haqida ma'lumot berib boraman. Shuningdek, e'tibor bering, bu eksklyuziv shogirdlik dasturi bo'lgani uchun faqatgina 7 ta o'quvchi olinadi va uje 3 tasi allaqachon joyband qilingan. 3 tasi uje joyband qilingan, 4 ta joy qolgan va siz o'sha 4 tani biri uchun joyband qilishingiz mumkin. Agar bugun joy band qiladiganlarga bizlar 10% chegirma beramiz. Bu degani $2699 bo'ladi degan 10% chegirma bilan. Shuningdek, agar 2-3 kishi birga keladigan bo'lsangiz, yana 5% qo'shimcha chegirma beriladi. Xo'sh, qanaqa savollar bor Dubai offline shogirdlik dasturimiz haqida? Bitta savol. Xo'sh. Hozir siz olib ketyapsiz shogirdni bir oy. Xo'sh. Uni vizasi bilan ketadi. Aha. Bir oydan keyin Omanga kirib chiqib qiladi. Xuddi shunday. O'zbekistonga kelmasaydi. Aha. Siz polibon ularga viza qilib bera olmaysiz. Faqat o'sha birinchi uyini sotib. To'ppa-to'g'ri. Uni qurilish qilib berish kerak. To'g'rimi? Shunday. Agentство biz qilib beramiz uni vizasini, o'zimiz qilib beramiz, lekin сделка qilgandan keyin. To'ppa-to'g'ri. Shunaqa. Siz haqli qilib bera olmaysiz. Shunday. Sizda kompaniya nima? Bizda agentство. Ya'ni Ham bormi? Shunga o'xshagan. ha, xuddi shunday agentство. Bizniki brokerlik faoliyat bilan shug'ullanamiz. O'sha yerda o'zimizning klientning bazamiz bor va jamoamizga qo'shilish orqali siz o'sha klientning bazamizga ham do'st bo'lasiz. Ya'ni o'sha to'g'ridan-to'g'ri mijozlar bilan ishlashingiz mumkin bo'ladi. Cold calling degan narsalar bor. Telefon qilasiz, gaplashasiz. Kelgan bizning klientlarimiz bilan qanaqangi muzokaralar bo'lyapti, qanaqangi taqdimot bo'lyapti, masalan, o'shalarni o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, agar bu Dubai offline shogirdlik dasturimiz haqida savollar bo'lmasa, sizlarga yana Toshkentdagi xuddi shunday offline dasturimiz ham bor. Bu men boya bekorga aytmadim. Toshkentda o'rganib ketdim demadim boya bekorga. Va sizda ham mana shu imkoniyat bo'ladi. Ya'ni Toshkentda ham bizlar xudo xolasa erta dushanba kunidan boshlab yangi gruppaga zapusk beramiz va mart oyining boshigacha demak darslarimiz boshlanadi. Xo'sh, bu kim uchun? Nafaqat nazariya, balki real muvaffaqiyat kaliti. Xudo xolasa biz Dubayga o'zimiz bilan olib ketadigan eng kuchli jamoani shakllantiryapmiz. Hozir uje bizada demak hamkorlikda ishlaydigan agentstvamiz bor. Ularni tayyorlayapmiz bizlar, o'qityapmiz. Va bularga qo'shimcha siz ham o'rganishingiz mumkin bo'ladi noldan. Xudo xolasa shaxsan men o'zim o'rgataman. Shaxsan men o'zim. Va Dubayga kelganingizda siz yangi o'rganuvchi emas, tayyor realtor bo'lib kelasiz. Men sizga boya bekorga aytmadim. Qancha ko'p xato qilsangiz, shuncha qimmatga tushadi. Aynan shu xatolardan saqlanish uchun, demak siz bu yerda mashg'ulotda qancha qiyin bo'lsa, jangda oson bo'ladi. Demak bu yerda demak haqiqiy mashg'ulot mana shu yerda bo'ladi.
Xo'sh, endi bunda nimalar bo'ladi? Nimalar o'rgatilinadi? Xo'sh, noldan professionalgacha to'liq amaliyotga asoslangan offline video darslar aynan shu yerda bo'ladi, darslar, xudo xolasa. Demak, Dubayda uy-joy va mulk egaligiga daxldor huquqiy tartiblar va hujjatlarni o'rganish. Boya bekorga aytmadim men misol uchun bu narsalar haqida. Buni bilmasangiz, siz o'sha klient oldida yetarlicha ma'lumot bo'lmasa, siz tupikka kirib qolasiz. O'zingiz sotayotgan narsani o'zingiz tushunmasangiz. Bundan tashqari, rayonlar va ularning xususiyatlari. Dubayda har xil rayonlar bor. Ko'chmas mulkda o'zi eng muhim narsa lokatsiya. Ko'chmas mulkda investitsiya qilishda 3 ta muhim narsa deyshadi. Birinchisi lokatsiya, ikkinchisi lokatsiya, uchinchisi ham lokatsiya. Ya'ni o'sha lokatsiyani tushunmasangiz, qiyin klientga sotishingiz juda ham qiyin. Xo'sh, keyingisi bozordagi trendlar, hududlar va narxlarni tahlil qilish uchun to'g'ri va rasmiy manbalardan qanday foydalanish. Misol uchun men sizga hozir statistikalarni ko'rsatdim. Misol uchun trendlarni ko'rsatdim. Qayerdan rasmiy manba olish mumkinligini va hokazo tahlillarni mijozga raqamlarda ko'rsata olsangiz, sizda pitch degani nima o'zbekchasiga? Taqdimotda endi o'sha taqdimotingiz kuchliroq chiqadi. Quruq oldi qochdi gap bo'lsa, deydi, vaqtim olmadi, deydi, klient ham aytadi. Aniq raqamlarda ko'rsatib berishingiz kerak. Xo'sh, bundan tashqari o'sha boya aytib o'tdim, sohaga oid atamalarni o'rganamiz. Va yana bitta muhim narsa, banklar orqali uy-joy uchun investitsiyani moliyalashtirish tartibi. Buni o'zi alohida bitta tema o'rtoqlar. Ya'ni Dubayda har xil banklar bor. Islomiy banklar bor, an'anaviy banklar bor. Juda ko'pchilik so'rashadi, bank orqali qanday qilib moliyalashtirsak bo'ladi deyshadi. Va biz xudo xolasa aynan shu jarayonlarni ham o'rgatamiz. Bu alohida bitta tema. Bu juda muhim narsa. Shuningdek, mijoz bilan munosabat o'rnatish va savdo texnikalari. Endi bu albatta agar kim oramizda sotuvda tajribasi bo'lsa, katta ustunlik beradi, o'zlashtiradi. Bo'lmasa, buni ham albatta biz o'zimiz o'rgatamiz. Klient bilan qanday muomala qilish kerak, qanday taqdimot qilish kerak, qaysi so'zlarni aytish kerak, qaysi so'zlardan tiyilish kerak. Misol uchun-da, oddiy misol keltiraman. Mana shu xonani taqdimot qilyapmiz, misol uchun klient keldi. Misol uchun aytamiz, siz ko'rgan, misol uchun hamma narsa bilan 100% mebel jihoz bilan topshiriladi, faqatgina mana bu lampochkalarsiz deyish mumkin, misol uchun, ha? 100% mebel bilan faqat mana bu lampochkalarni o'zingiz olasiz deyish mumkin, misol uchun. Yoki bo'lmasa xuddi shu gapni aytishimiz mumkin, biz lampochkalarni bermaymiz, qolganlarini mayli beramiz, biz ta'minlaymiz o'zimiz deyish mumkin. Ya'ni negativ ohangdagi gapirish sotuvda misol uchun noto'g'ri. Bitta narsani ikki xil yetkazish mumkin-da. Ya'ni lampochkalardan tashqari hamma narsani biz topshiramiz, sizga shunday deyish mumkin. Yoki bo'lmasa biz mana bu mebel jihozlarni beramiz, lekin lampochkalarni bermaymiz deyish mumkin. Juda ta'sir bo'yoqdorligi umuman boshqacha mana shu. Ma'no bir, lekin gapirish uslubi ikki xil. Endi buni chuqur alohida tahlil qilinadi bu narsalar. Xo'sh, keyingisi xudo xolasa shaxsan meni o'zim mentor sifatida sizga yordam beraman. Ya'ni shaxsan o'zim ishlayman. Amaliyotda real bitimlar jarayonini kuzatamiz. Siz bilan, ya'ni siz ham potensial mijozlar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ya'ni hozir sizga ko'rsatdim, misol uchun real holatda bitta mijoz menga yozganini ko'rsatdim, misol uchun. Xuddi shunday bizni o'zimizni mijozlar bazamizdagi ma'lumotlarga sizga dostуп beramiz va dars jarayonida kerak bo'lsa o'sha mijozlarga sizga qo'ng'iroq qildirtiramiz. Ya'ni siz mijozga telefon qilasiz, gaplashasiz va sizning xatolaringizni aniq sizga ko'rsatamiz. Bundan tashqari Dubaydagi top quruvchi kompaniyalarning savdo menejerlari tomonidan jonli brifing tashkil qilinadi. Ya'ni men boya aytdim, Dubai offline shogirdlik dasturimizda borib o'sha yerda proyektlarni ichidan o'rganamiz. Sizni tanishtirib qo'yaman dedim. Endi bu Toshkentdagi offline dasturimizda esa o'sha xodimlar jonli video konferensiya orqali bizga ma'lumot berishadi. Deyarli hamma darsimizda alohida bitta qurilish kompaniyani vakili bizga taqdimot o'tkazadi. Ya'ni o'sha quruvchi kompaniya haqida, proyektlar haqida, lokatsiyalar haqida bizga briefing o'tib beradi. Tushunyapsiz? Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri kompaniyaning vakilidan jonli video konferensiyalar bo'ladi. Har bitta darsda. Boshida bitta ikkita darsda umumiy ma'lumotlar bo'ladi, lekin qolgani deyarli hamma darsda men o'zi ularni tayinlab band qilib qo'yganman. Siz shogird olib ketasiz, bir oy yoningizda olib yurasiz. Uning Instagramini baribir videosini ishlab qo'yish kerak, o'sha proyektlar haqida video qo'yiladi, mana uyda necha nima cho'kishi mumkin.
Ularning rasxodini shogirdingiz qiladi, to'g'rimi? SMMchilardan. SMM olishi uchun videoga olish kerak, sizni professional video chiqarib berish kerak sizga. Instagram yo'qish. Ha, tushundim. Tushundim. Targetga, SMMga shogirdni o'zini rasxodi bo'ladi, to'g'rimi? Agar xohlasa, nega men bu gapni aytyapman? Chunki shaxsan men o'zim hozirgacha targetga bir so'm pul sarflamaganman. Misol uchun shaxsan men o'zim videoni ham misol uchun biza bir necha kishi bo'lib boramiz-ku, shaxsan men o'zim boshida montajni ham o'zim qilganman misol uchun. Bundan tashqari video olishni ham o'zim qilganman. Tushundim, to'g'ri. O'shani o'rgatamiz bizlar. Ya'ni maxsus jamoamiz bor. O'sha jamoamizda videoga oladigan, montaj qiladiganlarimiz bor. O'shalar birinchi boshlagan payt montajni o'zlari qilib beradi. Keyin sekin-sekin o'rgatamiz, o'shani ham o'zingizga o'rgatamiz. Ya'ni qanday qilib video olish kerak, qaysi tomondan olmaslik kerak. Endi bu narsa alohida texnik jihatlar. Keyin yana bitta savol. Xo'sh. O'sha Z qilgandan keyin, sizni jamoangizda shogirdingiz bo'lib borgandan keyin sizga necha foiz bo'ladi, shogirdingizga necha foiz bo'ladi sotilgan? Bu o'sha lead qayerdan kelishiga bog'liq. Yo'q, masalan, agar bizni o'zimiz lead beradigan bo'lsak 50 ga 50 bo'ladi. Chunki Dubayda shunaqa standart o'zi. Bu standart 50 ga 50. Agar o'zingizning klientingiz bo'lsa, u kelishiladi bu narsa. Kelishiladi deganda kamida siz ustoz bo'lib turib, kamida 20-30% olasiz. Ya endi o'rtacha o'zi bozorda 20% to'g'ri aytyapsiz. 20-30% agar klient o'zingizniki bo'lsa, lekin shaxsan men o'zim boshida ishlaganda, misol uchun 90% o'zim olganman. Endi bu kelishuvga bog'liq albatta. Chunki siz ustozingiz bo'lmagan. Shunday. Xo'sh. Davom etamiz. Demak, maxsus kurator bo'ladi va savollaringizga javob beradi. Demak, sizda o'sha misol uchun savollar tug'ilsa, har xil muammoli vaziyatlar bo'lsa, demak, bu narsaga doim Telegramda mas'ul shaxs bo'ladi. Kerak bo'lsa, shaxsan men o'zimga daxldor savol bo'lsa, men o'zim javob berib turaman. Siz qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar. Bundan tashqari boyagi narsa eng katta siz qo'lga kiritadigan narsalardan biri mijozlar bazasi, o'rtoqlar. Dubayda uy olishga qiziqayotgan mijozlar kontaktlari. Ya'ni biz ushbu ma'lumotlarni to'plash uchun bir necha yil va katta mablag' sarflaganmiz. Bu ma'lumotdan foydalanib, siz kurs pulini birinchi bitimdayoq bir necha barobar ortig'i bilan chiqarishingiz mumkin. Chunki shaxsan men o'zim, misol uchun, hozir 3-yil ketyapti Dubaydagi faoliyatimda va mana shuncha yil davomida qilgan kontentlarim yoki jamoamiz, kompaniyamiz bilan xarajat qilib yig'gan klientlarimizni hozirgi holatiga bazaga ega bo'lguncha bu ham katta pul va ham ancha vaqt ketgan va siz mana shularga dostupga ega bo'lyapsiz. Tushunyapsizmi? Siz uje boshlashingiz bilan sizga xudo xolasa o'zingizni ko'rsatib olsangiz, biz sizga demak klientlarni bazasini berib boramiz. Toshkent offline dasturimizning yana eng katta afzalliklaridan biri shuki, Dubaydagi $2900 offline trening jarayonidan olingan ma'lumotlarni uydan turib onlayn va mutlaqo bepul kuzatasiz. Ya'ni Dubayda misol uchun siz Toshkent kursida o'qidingiz 2 hafta davomida, misol uchun sinovdan o'tdingiz, o'zingizni ko'rsatdingiz misol uchun, biz sizda aytib jamoaga oldik ham deylik. Siz hozircha Toshkentda ishlaysiz va o'sha jarayonda Telegramdagi maxsus o'zimizning guruhimizda Dubaydagi komanda bilan birgalikda qilayotgan jarayonlarimiz haqida ma'lumotlar berib boriladi. Misol uchun, bugun klient bilan qanaqa ishlandi yoki qanaqa izdelka ustida ishlayapmiz, qanaqa xatoliklar bo'ldi yoki qanaqa ustunliklar bo'ldi va hokazo. Hamma jarayonlarni o'sha $2900 Dubai offline shogirdlik dasturimizdagi ma'lumotlarni siz video shaklida ham kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, demak, eng yaxshi o'quvchilarni suhbat va imtihondan o'tkazib, o'zimiz Dubai ko'chmas mulk agenti sifatida ishga olamiz va siz Toshkentdan turib ishlashingiz mumkin bo'ladi. Toshkentdan turib boshlanishiga. Xo'sh, narxlarga keladigan bo'lsak, demak $990 bo'ladi. Bu bir martalik to'lov. Bir martalik to'lov bo'ladi. 14 kun dars bo'ladi. Dars davomiyligi 2,5 soat bo'ladi. Faqat dam olish kundan tashqari, demak, har kuni darslar bo'ladi. Hamda Telegramdagi yopiq community uchun doimiy bepul a'zolik bo'ladi. Ya'ni boya aytdim men sizlarga, Telegramda o'zimni insightlarimni doim berib boraman, o'zimning tajribamdan kelib chiqib. Xo'sh, demak, bu kursimiz faqat 10 ta o'quvchi qabul qilinadi. Shundan уже 4 tasi chegirma bilan joy band qilingan. Уже 4 kishi joy band qilingan, 4 tasi allaqachon. Va bugun joy band qilganlar uchun 10% chegirma qo'lga kiritishadi va kursga jami $891 ga ega bo'lishadi.
Xo'sh, bu demak Toshkent offline kursimiz haqida ma'lumot edi va shuningdek, yana bonusi ham bo'ladi. Agar keyinchalik Dubayda shogirdlik va amaliyot dasturimizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, Toshkentda to'lagan pulingizni yarmi Dubay narxidan chegirib tashlanadi. Ya'ni, misol uchun $891 to'ladingiz, aytaylik 900 deylik. Dubay kursiga esa siz demak $450, ya'ni $900 yarmini arzonini o'sha chegirib tashlanadi. Ya'ni 2900 emas, misol uchun $450 ayirib tashsa qancha bo'ladi misol uchun? Taxminan 2550 bo'ladi. Xuddi shu narxda qo'shilasiz. Agar to'lovga sharoitingiz bo'lmasa, uzun nasiya orqali 6 oydan 12 oyga muddatli to'lov imkoniyati ham beriladi. Uzun nasiya bilasizlar-a? Uni foizi Shunaqa. Xo'sh, bundan tashqari eng katta sizlarga beriladigan narsa bu yerda kafolat bo'ladi. Agar barcha darslarni ko'rib, topshirilgan topshiriqlarni bajarib ishga kira olmasangiz, qo'shimcha bepul konsultatsiya beramiz. Avvalambor sara kadrlarni o'zimiz ishga olamiz. Avvalambor qolganlariga ishga kirishga yordam beramiz. O'zimiz ishga kirishga. Agar shunda ham natija bo'lib, barcha shartlarni bajarib, natijangiz bo'lmasa, to'lovni 50% ni qaytarib beramiz sizga. Hech kim sizga bunaqa kafolat bera oladi deb o'ylamayman. Chunki biz o'zimizga ishonamiz. Shogirdlarimizni natija qilishiga ham ishonamiz va agar natija qila olmasa, demak, to'lovni 50% yarmi qaytariladi. Nimaga hammasi qaytarilmaydi? Chunki agar biz hammasini qaytaramiz desak, sizda yo'qotadigan hech narsa yo'q, mas'uliyat yo'q. Kelasiz, ketasiz, yoqmasa kelmay qo'ya qolasizda, misol uchun, to'g'rimi? Ya'ni yo'qotadigan narsangiz yo'q-da. Biz esa riskni siz bilan 50 ga 50 bo'lishamiz. Siz uchun, sizning natijaga erishishingiz uchun ham riskni yarmini biz o'zimizning yelkamizga olamiz. Tushunarlimi? Yana qanaqa savollar bor? Sizda o'qib turib boshqa anaqalar bilan ishlashga haqqi bormi? Albatta, albatta. Chunki men boya ham aytdim-ku, agar xohlasa boshqa joyga ishga kiraman desam, biz o'zimiz yordam beramiz. Chunki bu erkin soha. Keyin qarang, bitta savol. Hozir biz martda bora olmadik-da, endi Dubay varianti. Maydami, iyundami borsa bo'ladimi o'sha programma bo'yicha? Endi bu o'sha paytda ma'lum bo'ladi. Bu o'sha paytda ma'lum bo'ladi. Chunki o'sha paytdagi haliga qaraladi-da, holatga qaraladi, talabga qaraladi misol uchun. Chunki aytaylik, bitta siz xohlaganingiz bilan, lekin bitta siz uchun o'ligida, misol uchun effektiv emas-da bu narsa, bitta siz uchun. Yig'ilishiga qarab. Shunday, lekin hozir misol uchun mart oyini xudo xolisa birinchi yarmida bu Toshkent offline dasturimizni tugatganimizdan keyin Dubay boshlanadi va o'sha hammasiga, ya'ni Dubayga ham, Toshkentga ham o'sha bugun joy band qiladigan bo'lsangiz 10% chegirma beriladi. Shunaqa, hozir qabul shu paytgacha yopiq bo'lgandi va bugun hozir qabulni bugun ochdik, ko'zingizda oldida. Yana qanaqa savollar bor? Hafta o'qisangiz zavodda o'rgansangiz, agar ma'qul keladigan bo'lsa, bu yerda qanaqadir firma ochiladimi? Biz shu mahsulotimiz qanaqadir klientlarga gapirish uchun. Bizda o'jaligi bor. Aytdim-ku sizga, bu yerda Toshkentdagi agentstvalardan biri bilan hamkorlik bor. Ofis ham hozir haliga qilinyapti, dizayn qilinyapti ofis ham, xudo xolasa. Faqat Dubaydagi mahsulotlarni sotamiz, shu xonadonlarni sotamiz. Shunday, chunki endi agar o'zingizda Toshkentdagi klientlar bo'yicha, endi yo'nalish bo'yicha bo'lsa, ishlayverasiz, misol ixtiyor o'zingizda. O'zimiz hamma holda ishlayb yurgan. Ishlayverasiz, o'zingiz parallel ishlayverasiz. Endi boyaga gap, birinchidan bu yaxshi. Yaxshiligi yangi uyni qurmay turib eskisini buzma deydi. Lekin ikkinchidan ikkita quyonni quvgan ikkalasini ham tuta olmaydi. Ya'ni boshida to'g'ri kerak, lekin o'rganib Dubayga сделка qilib, sekin bu sohaga chuqurroq kirmoqchi bo'lsangiz, baribir keyin bu tomonni qo'yib yuborasiz. Chunki vaqtingiz yetmaydi-da. Vaqtingiz yetmaydi. Yana kimda qanaqa savol o'rtoqlar? Agar savollar bo'lmasa, men bundan ham ko'ra yengilroq bo'lgan tarifimizni sizlarga ko'rsataman. Bu kimlar uchun? Bu yopiq onlayn akademiya. Ya'ni hozir demak onlayn ham bizga juda ham ko'pchilik murojaat qilishdi va men bekorga buni zaps qilmayapman. Bugungi taqdimotimizni ularga tashlab beraman.
Xo'sh, bu kimlar uchun? Bu paket Dubayga borishdan oldin o'zini tayyorlab olmoqchi bo'lganlar uchun va xatolarga pul to'lamaydigan, lekin bilimga sarmoya qiladiganlar uchun. Ya'ni bu onlayn o'qish imkoniyati bo'ladi bu yerda. Onlayn o'qish qanday bo'ladi? Xo'sh, bu yerda bizlar o'sha VIP imkoniyat beramiz. Ya'ni Toshkentdagi jonli offlayn darslarda bo'ladigan hamma jarayonlarni zapis qilib, $990 Toshkentdagi dasturimizdagi darslarni hammasini Dubay ko'chmas mulk bo'yicha zapis qilib ularga ko'rishga dostуп beramiz. Ya'ni hammasi yoziladi, ular faqat video orqali masofadan, kimdir Rossiyada, kimdir Qozog'istonda, kimdir Farg'onada misol uchun ularga, demak, Toshkent offlaynda nima o'tilsa hammasi bo'ladi, faqat videoda bo'ladi. Xo'sh, bundan tashqari ishga kirishga yordam beramiz. Ya'ni CV tayyorlash va job intervyuga tayyorgarligi haqida. Qanday qilib odam o'zini sotish kerak. Bitta narsa o'rtoqlar, biznesda eng qiyin narsa nima? Sotish. Biznesda eng qiyin narsa sotish. Siz haligi manaman degan eng zo'r binoni qursangiz hamchi, uni sota olmasangiz u bir tiyin. Sota olmasangiz uni qura olmaysiz ham. Sota olmasangiz. Siz Dubayda bir necha millionlik uylarni sotmoqchimisiz? Demak, siz avval o'zingizni sota olishingiz kerak. O'zingizni sota olish. Ya'ni job intervyuga tayyorlanish bu odam o'zini sotish degani. Ya'ni o'zingiz qo'lingizdan nima kelishini ko'rsata olishingiz kerak degani. Va biz sizga xudo xolasa ana shuni o'rgatamiz. Ya'ni qanday qilib o'sha agentstvani xodimi oldida, HR menejer oldida o'zingizni qanday ko'rsatishingiz, ish beruvchini oldida.